O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 7-iyuldagi chaqiriluvchilarni tanlab olish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida tizimli ishlar olib borilmoqda. O'zbekiston fuqarolarini muddatli harbiy xizmatga tanlab olish ishlarini aniq va puxta reja asosida shaffoflik bilan amalga oshirish, chaqiriluvchilarni mahallalarda o'rganish va tanlab olishda mudofaa bo'limlarining fuqarolar yig'inlari bilan yaqin hamkorligi o'zining ijobiy samarasini bermoqda. Hukumat tomonidan tasdiqlangan nizom talablariga ko'ra chaqiriluvchilar tanlovda 1 yilda 1 marta ishtirok etishlari mumkin. Chaqiriluvchilarning qanday yo'nalishlar bo'yicha tayyorgarlik sinovlaridan o'tishi zarurligi to'g'risida mamlakatimizning barcha hududlaridagi mahallalarga ma'lumotlar taqdim etilgan bo'lib, Qo'ng'irot tumani mudofaa ishlari bo'limi tomonidan ham bu borada tanlov ishlari joriy yilning 10-avgust kunidan boshlab belgilangan reja asosida amalga oshirilmoqda. Tuman mahallalarida istiqomat qiluvchi 18-27 yosh oralig'idagi chaqiriluvchilar bilan suhbat o'tkazilib, jismoniy tayyorgarlik holatlariga baho berildi. Albatta, amalga oshirilayotgan bu kabi chora-tadbirlar mamlakatimizda mudofaa qudratini yanada oshirish, chaqiriluvchilar orasida muddatli harbiy xizmatni o'tashga munosiblarni tanlab olish imkonini beradi. Yusuf Qidirbayev, ETV telekanali uchun Qo'ng'irot tumanidan tayyorlandi.